Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, Muhammad alayhissalom sarvari olam dedilar: bir kishi birovning ko'chmas mulkini sotib oldi. Ko'chmas mulkni sotib olgan kishi shu mulkida bir xum tillani topib ham oldi. Shunda ko'chmas mulkni sotib olgan kishi unga sotganga: tillangni ol, men sendan yer sotib olganman, tilla sotib olmaganman dedi. Yerni egasi bo'lgan kishi esa: men senga yer va undagi bor narsalarni sotganman dedi. Keyin ikkovlari bir kishining oldiga hukm chiqarish berishni so'rab bordilar. Shunda ular hukm chiqarilishini so'rab borgan kishi: bolangiz bormi dedi. Biri: mening bir o'g'lim bor dedi. Ikkinchisi esa: mening bir qizim bor dedi. O'g'liga qizni nikohlab beringlar, undan tilladan ularning o'ziga sarfolar va sadaqa qilinglar dedi. Imom Buxoriy rivoyati. Hadisning zohiridan ko'rinib turibdiki, ilgari hovlida xazina ko'milganiga sotuvchiga ham oluvchiga ham ma'lum bo'lmagan. Agar xazina sotuvchiga sotishli bo'lganda, u hovlining sotishdan oldin xazinani chiqarib olgan bo'lar edi-da. Shu bilan birga xazina sotuvchining ota-bobolari yoki ulardan oldingi joyda yashagan kishilarga tegishli bo'lishini ehtimoli ham bor. Ammo bunga qat'iy hujjat yo'q. Hanafiy fiqhi manbalarida ko'chmas mulk agar hovli bo'lsa, uning savdosiga bino, kalitlar, boloxona va tahoratxona hamda devorlari ham kiradi deyiladi. Agar hovlini unga tegishli barcha haqlari bilan yoki undagi katta-yu kichik narsalar bilan sotdim desa, undagi qolgan barcha narsalar ham kiradi. Hadisda zikr qilingan topilma shariatda dafina deb nomlanib, inson tomonidan yer ostiga ko'milgan narsaga aylanadi. Buning hukmi juda chuqur va tafsiloti bo'lib, ularni o'rganish uchun fiqh kitoblariga murojaat qilish lozim. Hadisda esa mazkur voqeada har ikki taraf taqvo yuzasidan bir-birining haqqini yeb qo'yishdan tiyilib, taraflarining o'zaro manfaatlarini teng taqsimlashga erishgani bayon etilgan. Demak, bu hadisni chuqur o'rgangan insonlar o'ziga adolatli hukm chiqarib, haq va nohaqlikni yoki buyumlarni halol haromligiga e'tibor qilib ish yuritsalar, savollarga ega bo'lishlarini eslatmoqchiman, xolos. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.